Amerikaning San-Fransisko shahrida ochiladigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik munbiriga qatnashadigan Xitoy davlat raisi Shi Jinping Amerikaga yetib kelgan. U bugun, ya'ni 15 noyabr kuni Amerika prezidenti Jo Bayden bilan ko'rishdi. Xabarlardan qaraganda, bu ikki rahbarning ko'rishining alohazali 3 soat atrofida davom qiladiganligi ma'lum. Amerika-Xitoy munosabatlari yaqinqi yillardan buyon Tayvan masalasi, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va majburiy emgak siyosatlari tufaylidan Amerikaning Xitoyga qo'ygan savdo jazo tadbirlari va shundaqla Xitoyning josuslik sharining Amerikada etib tushirilishidek voqealardan keyin qattiq yiriklashgan. Bu ikki rahbarning uchrashda dunyodagi jiddiy masalalar bilan birlikda ikki davlat o'rtasidagi ixtiloflarni qanday bartaraf qildiganligi kuchli diqqat qo'zg'ayotgan bir nuqta bo'lib qoldi. Aqsaraydan berilgan bayonotlarda Amerikaning Shi Jinping bilan uchrashdagi maqsadining ikki davlat o'rtasidagi diplomatiya kanallarining ochiqligiga kapolatlik qilishni maqsad qiladiganligi deyilgan edi. Ismini oshkorlashni xohlamagan Aqsarayning bir yuqori darajalik amaldori Baydenning bu yig'indagi asosiy maqsadining Tayvan bo'g'izida yuz bergisi bir tuyuqsiz voqeaning oldini olish uchun Xitoy bilan bo'lgan harbiy aloqani asliga keltirishni asosiy maqsad qilganligini bildirgan. Halbuki nurg'un kuzatuvchilar Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan ixtiloflarni kontrol qilgan holda bartaraf qilish va dialog kanallarini ochiq tutish tirishchiligini to'g'ri tushunishga bo'lsa-mu, ammo ular Xitoy hukumatining buni fursatga aylantirishidan andisha qilmoqda. Amerika Kommunizm qurbonlari xotira fondi muzeyining Xitoy tadqiqotlari bo'limi mudiri Dr. Adrian Sanz radiomizga qilgan so'zda Xitoy Amerikaning bu pozitsiyasini suiiste'mol qilishi mumkin deydi. I think, so on the one hand, they do need to keep some communication channels open and try to avoid a major conflict. But China is, of course, using that. In fact, Amerika hukumatining ikki davlat munosabatlarini palonliq bartaraf qilish uchun dialog yo'lini qo'llanishi to'g'ri bo'lsa-mu, biroq Xitoy bundan foydalanishi mumkin. Xitoy Amerikaning harbiy aloqani asliga keltirish haqidagi suhbat talabini necha qitim rad qildi. Demak, Xitoy Amerika bilan suhbatlashishni emas, balki uni kozir qilib ishlatishni ko'zlaydi. Amerika bu yil Xitoy bilan dialogni asliga keltirish uchun uning kishilik huquq xotirasini ikkinchi planga qo'ydi. Shunga men bu yig'inning badalini eg'ir bo'ldi deb qarayman. Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumati yana bu uchrashda klimat masalasi, kishilik huquq, Janubiy dengiz, Isroil Hamas to'qinishi qatorliq masalalarda so'zlashir ekan. Xitoy ishri kuzatuvchisi kishilik huquqni kuzatish tashkilotining sobiq Xitoy ishri direktori Dr. Sophie Richardsonning qarashicha, yuqorida tilga ilingan masala aslida haqiqatan dunyoning tinchligi va bexatarligi uchun jiddiy hal qilishga tegishli masala bo'lsa-mu, biroq uni Xitoy bilan hal qilaman deyish kishiga ancha ishonch bermaydi ekan. U mundaq deydi: Understandable that the US want to have a functional and predictable cooperative strategy with the Chinese government to address the climate crisis. Albatta, Amerikaning Xitoy bilan klimat masalasida hamkorlik asosidagi qo'llanishchan, amaliy va kelajakni faraz qilg'ili bo'ladigan munosabatni qurishni orzu qilishni tamoman to'g'ri tushunishga bo'ladi. Chunki bu degan butkul insoniyatning kelajagiga berib taqishadigan bir ish. Biroq bu yerdagi masala Xitoydek o'z fuqarolariga bunday muomala qiladigan, necha 10 yil ilgari o'zi qo'l qo'ygan kelishimlarga amal qilmagan, Dünya savdo tashkilotiga kirgan vaqtidagi va'dalarga amal qilmagan bundaq hokimiyatga yana ishongili bo'lamdi. Bu yerdagi eng zo'r masala bo'lsa, Beijingdagi bu hokimiyatning tubdan ishongili bo'lmaydigan hokimiyat bo'lganligidir. The kind of regime in power in Beijing is a fundamentally unreliable one. Kuzatuvchilarning mana shunday andishalari ichida ikki davlat rahbari bugun San-Fransisko vaqti atigan soat 10:45 minut o'tganda bir araga kelgan. Prezident Bayden bilan uning hay'ati va Xitoy raisi Shi Jinping va uning hay'atining axborotga yopiq yig'ini boshlanishidan burun ikki taraf rahbari axborotga ochiq holda ko'rishish nutqi so'zildi. Well, Mr. President, it's good to see you again. Aldı bilan Prezident Bayden so'z qildi. U so'zini "Shi apandi, sizni qayta ko'rganimdan xursandman" deb boshladi va mundaq dedi: There's no substitute to face-to-face discussions. I've always found our discussions straightforward. Men suhbatimizni ahamiyatli deb qarayman. Yuzma-yuz turib, hech qanday xato tushunish bo'lmay turib, bevosita so'zlashish, o'zaro aniq tushunish hosil qilish uchun intayin muhim. Biz raqobatning to'qinishga aylanib ketmasligiga kapolatlik qilishimiz va uni mas'uliyatchanlik bilan idora qilishimiz kerak. And I welcome you and the floor is yours, Mr. President. And again, welcome back.
arqadan Xitoy raisi Xi Jinpingmi Amerika Xitoy har ikki davlatning tinch birga yashash uchun tirishishi kerakligini ta'kidlagan va Amerika va Xitoy munosabatlari o'tgan 50 yil yoki uningdan ko'proq vaqt ichida hamisha ma'lum xil masalalarga duch kelgan bo'lsa-mu, ammo u davomli olg'a ilgariladi degan. U yana Xitoy va Amerika qatorliq ikki cho'ng davlatga nisbatan bir-biridan yuz o'rish tanlash emas. Yer shari har ikki davlatning muvaffaqiyat qozonishi uchun yetarlik. Bir davlatning muvaffaqiyati yana bir davlatning fursatidir dedi. Ikkalarning qarshi elish nutqi oyoqlashgandan keyin yig'inning axborotlarga yepiq qismi boshlandi. Bu yig'inning alahazal 3 soat davomlashi mo'ljallanmoqda. Gerçi uçuruşdan ilgari her ikki taraf bir-biriga munosabatlarni yaxshilashni xohlaydiganligini izhor qilishgan bo'lsa-mu, biroq Oqsaroy Davlat bexatarlik kengashining bayonotchisi John Kirby buning Baydenning kishilik huquqni chetga qayirib qo'yishdan derak bermaydiganligini eskartgan. U yig'indan bir qancha soat burun muxbirlarga qilgan so'zida Prezident Baydenning Xitoydagi kishilik huquq masalasi, jumladan Uyg'urlarning masalasi haqidagi andishalarini o'ttirg'a qo'ydiganligiga to'liq ishining degan. U yana so'zida Amerikaning Tayvanning o'zini o'zi qo'g'dash iqtidorini o'stirishga davomli kafolatlik qilganligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Prezident Jo Bayden bilan Xi Jinpingning yig'ini oyoqlashgandan keyin ular matbuot bayonoti berdigan bo'lib, ikki taraf suhbatida zodi nimalarning tilga ilinganligi oldimizgi soatlarda texmi aniq bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani irada tayyorladi.